Harun ar-Rashid degan podshoh bo'lgan, eshitganmisizlar? Bu odam podshoh. Yer yuzini 3dan 1ga podshohlik qilib turgan payti o'g'lini madrasaga beribdi, ustozlar qo'lida o'qir ekan. Bir kuni ziyoratga boribdi, ustozni ziyoratiga. Birodarlar, podshoh o'g'lini ustozini ziyoratiga boryapti. Biz podshoh emasmiz u. Biz borsak uyat bo'lmaydi-da. Borsa ustozi oyog'ini yuvyapti ekan, shahzoda suv quyyapti ekan. Qarabdi-da, bu kishi xafa bo'lib qoldi. Hali holat ko'rib. Kelib ziyorat qilgandan keyin, taqsir, men sizga bir bolamni yaxshi bir odam qilib berasizmi desam, shunaqa qildingizmi? Nimaga bu bola bitta qo'lida suv quyib, bittasida yuvmayapti? Qachon odam bo'ladi bu debdi. Birodarlar, bolasini yaxshi ko'rgan odam shunaqa